Ismim Abdulbosit, tadbirkorman. 2020-yilda Singapurda o'qishni tamomlab qaytganimdan so'ng, odamlar menga oilaviy kichik biznes Xufari Hotel mehmonxonasini ishonib topshirdilar. Bu men uchun ham katta imkoniyat, ham ulkan mas'uliyat edi. O'zimda turizm sohasida qiziqish bilan bo'lgani uchun 2021-yilda faoliyatimni kengaytirib, Xufari Travel turistik firmasiga asos soldim. Umra safarlarini tashkillashtirishni boshladim va qisqa vaqt ichida 5000 dan ortiq yurtdoshlarimizga xizmat ko'rsatishga muvaffaq bo'ldik. Ba'zi sabablarga ko'ra umra yo'nalishini yopishga to'g'ri keldi, lekin bu meni to'xtatib qolmadi. Aksincha, faoliyatim yo'nalishini o'zgartirib, xorijiy davlatlarga sayohatni yo'lga qo'ydim va brendim nomini Marhaba Travelga o'zgartirdim. Bu o'zgarishlar meni yanada kuchli qildi. O'tgan yillar davomida tadbirkorlik va turizm sohasida juda katta amaliy tajriba va bilim to'pladim. Endi bu bilimlarimni sizlar bilan bo'lishish maqsadida o'z shaxsiy blogimni yuritishga qaror qildim. Bu jarayonda sifatli kontent tayyorlash sirlarini o'rganish uchun hozirda Asror Iskandarovning kurslarida o'qiyapman. Yaqin kunlarda sahifamda tadbirkorlik sirlari, biznesdagi xatolar va dunyo bo'ylab qiziqarli sayohatlar mavzusida foydali videolar joylab boraman. Faoliyatimni kuzatib boring. Obuna bo'lishni unutmang.